Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar, aziz quvasoyliklar. So'nggi 8 yilda Quvasoy shahrida ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Yurtimizda fasllar almashishi hayotimizning barcha sohalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Xususan, kuz-qish mavsumida aholi turmushi, ijtimoiy soha muassasalari hamda infratuzilma tarmoqlarining uzluksiz va barqaror ishlashi uchun oldindan puxta tayyorgarlik ko'rish katta ahamiyatga ega. Quvasoy shahrida ham O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 21-iyuldagi iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy va energetika sohasi obyektlari, shuningdek ko'p kvartirali uy-joy fondlarini 2025-2026-yillar kuz-qish mavsumida barqaror faoliyat yuritishga tayyorlash chora-tadbirlari to'g'risidagi 453-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu ishlar doirasida mavsumiy davrni betalofat o'tkazish, iste'molchilarga yoqilg'i va energiya resurslarini uzluksiz yetkazib berish hamda ulardan oqilona foydalanish bo'yicha zarur choralar ko'rilmoqda. Birinchidan, 2025-2026-yil kuz-qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rish maqsadida jami 9 ta ijtimoiy soha muassasalari, jumladan bitta shifoxona, bitta sport obyekti, 2 ta maktabgacha ta'lim muassasalari hamda 5 ta umumta'lim maktablari mukammal va joriy ta'mirlandi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 12-sentyabrdagi topshirig'iga asosan Quvasoy shahrida kuz-qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rish maqsadida shahar hokimining tegishli farmoyishi qabul qilindi. Quvasoy shahridagi jami 70 ta ijtimoiy soha obyektlari, jumladan 33 ta maktablar, 22 ta maktabgacha ta'lim muassasalari, 6 ta madaniyat va sport hamda 9 ta sog'liqni saqlash muassasalarini kuz-qish mavsumiga tayyorlash bo'yicha shtab tashkil etildi. Ijtimoiy soha obyektlarini xatlovdan o'tkazish bo'yicha tuzilgan ishchi guruhlar tomonidan kunlik o'rganishlar olib borilmoqda. Ikkinchidan, elektr taqsimlash tarmoqlarini mavsumga puxta tayyorlash maqsadida 65 kilometr elektr uzatish tarmoqlarini, 23 dona transformator punktlarini mukammal hamda 137 kilometr elektr uzatish tarmoqlarini, 71 dona transformator punktlarini joriy ta'minlandi. Elektr ta'minoti og'ir bo'lgan 3 ta Nayman, Lashkar, Sufon mahalla fuqaro yig'inlari hududida 15 kilometr elektr tarmoqlari va 6 ta transformator punktlari o'rnatildi. Avariyali uzilishlarni qisqa muddatlarda bartaraf etish maqsadida jami 2 ta avtotransport vositalari shay holatga keltirildi. Mavsumga tayyorgarlik ko'rish uchun 2 dona tipi, 800 kilogramm transformator moyi, 3 kilometr uzunlikdagi kabel tarmog'i, 520 kilogramm ochiq simlar hamda 370 dona boshqa materiallar zaxirasi yaratildi. Kuz-qish davrida iste'molchilarga tabiiy gaz va suyultirilgan gazni kafolatli yetkazib berish hamda gaz tarmoqlarini mavsumga tayyorlash maqsadida quyidagi tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 8 kilometr gaz quvurlari rekonstruksiya qilindi. 8 ta gaz taqsimlash qurilmalari ta'mirlandi. 170 ta gaz taqsimlash qurilmalari ko'rikdan o'tkazildi. 25 kilometr gaz quvurlari zichlikka sinaldi. 40 kilometr yer osti gaz quvurlari texnik ko'rikdan o'tkazildi va 12 kilometr gaz quvurlari tartibga keltirildi. Tabiiy gaz ta'minotida 2981 ta xonadon 2 bosqich tizimga o'tkazildi. Avariyali uzilishlarni qisqa muddatlarda bartaraf etish maqsadida jami bitta avariya dispetcherlik xizmatlari tashkil etildi. Hamda ularda 2 ta avtotransport vositalari, bitta brigada va 8 ta xodimlar shay holatga keltirildi. Shaharda jami 825 ta xonadon doimiy ravishda suyultirilgan gaz bilan ta'minlanib kelinmoqda. Iste'molchilarga 2025-yil boshidan 120 tonna suyultirilgan gaz yetkazib berildi. 2025-2026-yil kuz-qish mavsumida aholiga yana 100 tonna suyultirilgan gaz yetkazib beriladi. Uchinchidan, 2025-2026-yillar kuz-qish mavsumiga 50 ta ko'p kvartirali uy-joylarda ta'mirlash
belgilangan bo'lib, hozirda barchasi ta'mirlandi. Ushbu ta'mirlash ishlariga boshqaruv servis kompaniyalari hisobidan 320 million so'm mablag'lar sarflandi. Boshqaruv servis kompaniyalari mablag'lari hisobidan 30 ta ko'p kvartirali uylarga 200 ta energiya tejamkor sensor lampalari o'rnatildi. 4-dan 31 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida yashovchi aholi va ijtimoiy soha obyektlariga kuz-qish mavsumi uchun jami 7000 tonna ko'mir yoqilg'isi yetkazib berish rejalashtirilgan. Shu jumladan aholiga 1600 tonna va ijtimoiy soha obyektlariga 5400 tonna ko'mir yoqilg'isi yetkazib beriladi. Sohada amalga oshirilgan ishlar natijasida hisobot kuniga iste'molchilarga jami 5900 tonna ko'mir yoqilg'isi yetkazib berildi. Xususan, ijtimoiy soha muassasalariga jami 5400 tonna hamda aholi iste'molchilarga 500 tonna ko'mir yoqilg'isi bilan ta'minlandi. Bugungi kunda ko'mir yoqilg'isini olib kelish va tarqatish ishlari uyushqoqlik bilan olib borilmoqda. Aziz hamshaharlar, ma'lumki, kuz-qish mavsumi zimmamizga katta mas'uliyat yuklaydi. Shahrimizda 2025-2026 yillar mavsumiga tayyorgarlik ko'rildi. Aholi va ijtimoiy muassasalarni energiya resurslari bilan ta'minlash, elektr va gaz tarmoqlarini barqaror ishlashi uchun barcha choralar ko'rildi. Aholi murojaatlariga javob berish va yuzaga kelgan nosozliklarni qisqa vaqtda bartaraf etish tizimi yo'lga qo'yildi. Shuningdek, ijtimoiy soha obyektlari va ko'p qavatli uy-joylar ta'mirlanib, muhandislik, kommunikatsiya tarmoqlari soz holatga keltirildi. Eng muhimi, aholi va ijtimoiy soha muassasalariga zarur miqdorda yoqilg'i energiya resurslari muntazam yetkazib beriladi. Shahar hokimligi va shtab a'zolari bilan hamkorlikda 2025-2026 yil kuz-qish mavsumini xavfsiz va betalofat o'tkazish uchun zarur chora-tadbirlar belgilandi. Bu choralar doirasida tizimli ishlar tashkil etilib, mavsumni barqaror o'tkazish uchun barcha imkoniyatlar safarbar etilishini ma'lum qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat.